Ketdi. Salomat akalar, ukalar. Bugungi ishimiz ham tugadi. Plan topshirdik. Xudo xohlasa onlayn shagird bo'lsa olamiz. Kommentda qanaqa maslahatlar bo'lsa javob berishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Qurilish sohasida qaysi sohada bo'lsa ham svarkami, elektrika, santexnika, kafelshik, malyar, aboy, laminat hamma sohada qo'ldan kelgancha javob beramiz. Onlayn shogirdlarga yoshlar o'z-o'zicha ish qilolmasdan sal maslahat bilan ish qilishsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Aytganimdek, kommentda hamma savollarga javob berishga harakat qilamiz. 22 yildan beri qurilish sohasidamiz. Xudo xohlasa pandemiyamiz degan umiddaman.